Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan Xitoy Xalq Respublikasida ishlab chiqarilgan elektromagnit to'lqinli suv o'lchash vositasi orqali suv o'lchash to'g'risida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Birinchi navbatda bu Xitoy Xalq Respublikasida ishlab chiqarilgan elektromagnit to'lqinli suv o'lchash vositasi ham GR21 M parrak aylanishlar hisobiga ishlovchi vertushka metodikasi qo'llagan holda ishlatish mumkin. Ya'ni unda vertikallar olish hamda suvning chuqurligiga qarab vertushkani o'rnatish nuqtalari tanlab olinadi. Bunga to'g'ridan to'g'ri menyusiga interfeys orqali ma'lumotlarni kiritamizda hamda suv o'lchash ishlarini to'g'ridan to'g'ri olib, uning ham o'lchov varaqasiga o'lchovlarni qayd qilgan holda suv sarfini o'lchashimiz mumkin bo'ladi. Biz hozir sizlarga menyusida har bir bo'limining kiritish ma'lumotlarini ko'rsatib o'tamiz va undan keyin suv o'lchash jarayonlariga o'tamiz. Elektromagnit to'lqinli suv o'lchash qurilmasini yoqish o'chirish tugmasi orqali yoqamiz va bu yerda ko'rishimiz mumkin 12.6 versiyasi. 12.6 versiyasida kalibrovka ishlari bajarilmasdan suv o'lchov ishlarini bajarishimiz mumkin. 12.5 versiyasi esa albatta kalibrovka ishlarini bajarishimiz kerak. Bu apparatimiz asosan 4 ta tugma orqali bajariladi. Orqaga qaytish, plus minus hamda stop, start tugmalarini boshqarish orqali interfeyslarga kiramizda ma'lumotlarni, kanalimizning parametrlarini kiritgan holatda suv o'lchash ishlarini bajarishimiz mumkin. Birinchi navbatda ekranni yoqqanimizdan keyin bu suv o'lchash apparatimiz to'g'ridan to'g'ri suv sarfini, tezligini hamda suvimizning balandliklarini ko'rsatib o'tadi. Biz birinchi bunga parametrlarni kiritishimiz uchun start stop tugmasini 6 sekund bosib turamiz. Menyuga o'tdi va interfeyslar bo'yicha ma'lumotlarni kiritamiz. Bu enter kod yozuviga biz apparatimizning kodini kiritib qo'yishimiz mumkin. Xohlagan o'zimiz ma'qul kelgan kodlarni kiritgan holatda o'lchov ishlarini bajarishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi interfeysimiz bo'lsa flow height. Bu flow height suv o'lchash qurilmamizdan suvning sathigacha bo'lgan masofa. Buni ham o'zgartirib, ya'ni suvning chuqurligiga vertushkani o'rnatganimizdan keyin bu o'lchov ishlarini amalga oshirib interfeysga kirib ketishimiz mumkin. Buning uchun start stop tugmasini bosib turamiz va plus minus tugmasi orqali o'zgartirishimiz mumkin. O'lchayotgan vertushkamizdan suv sathigacha bo'lgan masofa 19 sm ni yozib oldik. Va uni saqlash tugmasi orqali saqlaymiz va keyingi interfeysga o'tamiz. Keyingi interfeysimiz level adjust, ya'ni oqim chuqurligi. Bu vertushkamizning suv tubigacha bo'lgan masofa. Buni ham o'lchab kiritishimiz mumkin. Buni ham start stop tugmasi orqali boshqaramiz. Ya'ni biz o'lchayotgan vertushkamizda suvning tubigacha bo'lgan masofa 24 sm tashkil qildi. Demak, 24 sm ni yozib oldik. Va buni ham stop tugmasi orqali saqlaymiz. Va keyingi interfeysga o'tamiz. Keyingi interfeysimiz flow 0, ya'ni bu kalibrovka. Bu kalibrovka ishlari bo'lib, kalibrovka ishlarimizni bizda 12.6 versiyasi bo'lgancha kalibrovka ishlarini bajarmasdan suv o'lchashlarni bajarishimiz mumkin. 12.5 versiyasi esa albatta kalibrovka ishlarini bajarishimiz kerak. Kalibrovka ishlarini bajarishimiz uchun start stop tugmasini albatta bosib turib o'zgartirish kiritishimiz mumkin. Ya'ni buni 0.1 ga o'zgartirib olamiz. Va saqlash tugmasini bosib o'lchov ishlarini bajaramiz. Keyingi interfeysimiz esa light on, ya'ni yorug'lik. 30 sekund mobaynida ishlatmaydigan tugmachalarni bosmaydigan bo'lsak, energiya tejamkorligi hisoblanadi. O'z-o'zidan o'chib yonishi mumkin. Va buni ham o'zgartirishimiz mumkin. Bir qilsak va 0 ga o'tkazgan holatda interfeysimizga ma'lumotlarni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Biz 0 belgisini kiritib, ya'ni 30 sekund mobaynida ishlatmasak, o'zi energiya tejamkorligini hisobga olgan holatda ekran yorug'ligi o'chadi. Va saqlash tugmasini bosamiz. Keyingi interfeysga o'tamiz. Keyingi interfeysimiz esa auto off, ya'ni avtomatik o'chib yoqish. Bunda ham 30 sekund mobaynida suv o'lchash qurilmasini ishlatmasak,
avtomatik o'chish holatiga o'tadi. Keyingi interfeysimiz record now, ya'ni bu o'lchovlarni qayd qilib boradi. Ya'ni xotira hisoblanadi. O'lchangan ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri xotiraga qayd qilib boradi. Buni xotiraga qilib o'lchov ishlarida bajarilgan ma'lumotlarni olishimiz uchun orqaga qaytish tugmasini bosamiz va o'lchangan ma'lumotlarni nechinchi suv o'lchashlarni bajarganimizga qarab turib o'lchov varaqasiga qayd qilib olishimiz mumkin. Buni ham o'lchov natijalarini topishimiz uchun plus minus tugmasi orqali o'lchov qayd qilingan ma'lumotlarni olishimiz mumkin va orqaga qaytish tugmasi orqali qaytib chiqamiz. Keyingi interfeysimiz record ID, ya'ni ID hisoblanadi. Bu o'lchov natijalarini va o'lchangan suv o'lchashlarini to'g'ridan-to'g'ri qayd qilib boradi. Keyingi interfeysimiz esa stop time. Ya'ni vertushgan suv o'lchash vositamizni suvga tushirganimizdan keyin 30 sekund ichida suv o'lchash ishlarini olib boradi. Buni xohlasak biz o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni 2 ni bossak 20 sekund ichida ma'lumotlarni oladi. 1 ni bossak 10 sekund ichida ma'lumotlarni oladi. Demak, biz buni 30 sekundga qo'ydik. Ya'ni 30 sekund ichida o'zi ma'lumotlarni hisob-kitob qiladi. Buni ham saqlash tugmasi orqali, stop start tugmasi orqali saqlaymiz. Va saqlandi. Keyingi interfeysimiz running time. Ya'ni bu ham o'lchanayotgan ma'lumotlarimizni 30 sekund mobaynida olib hisob-kitob ishlarini amalga oshiradi. Demak, bunda stop time'ni 30 sekundga qo'yganimizdan keyin running time'ni ham, ishlash vaqtini ham 30 sekundga qo'yish tavsiya etiladi. Buni ham o'zgartirishimiz mumkin. Agar stop time'ni 20 sekundga qo'ysak, buni ham 20 sekundga qo'yib o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Buni ham o'zgartirishimiz mumkin mana 20 sekund, 10 sekund. Biz 30 sekund mobaynida ma'lumotlarni olishimiz uchun 30 sekundga qo'ydik va saqlash tugmasini bosdik. Keyingi interfeysimiz esa velo decimal. Virguldan keyin raqamlar, ya'ni virgulimizdan keyin ikkita raqam bo'lishini yo 3 ta raqam bo'lishini biz o'zimiz belgilab olamiz. Bizga virguldan keyin 2 ta raqam bo'lishi tavsiya etilgani uchun biz 2 ta raqam qo'ydik. Bitta raqam bo'lishi mumkin, 2 ta, 3 ta. Buni ham biz virguldan keyin 2 ta raqamni tanlab oldik. Va buni ham saqlash tugmasi orqali saqlaymiz va keyingi interfeysga o'tamiz. Keyingi interfeysimiz flow unit, ya'ni oqim birligi. Bu interfeysimizda esa o'lchanadigan suv sarfimizning metr kub sekundda yoki metr kub soatda bir belgisiga o'tkazsak metr kub soatda o'tadi. Bizning ma'lumotlarimizni metr kub sekundda olishimiz uchun biz 0 tugmasini bosib turib metr kub sekundda ma'lumotlarni olamiz va saqlash tugmasini bosamiz. Keyingi interfeysimiz damping, ya'ni bu oqim sakrashining tebranishi, ya'ni barqarorligi. Bu odatda 15 raqamini avtomatik kirib ketishimiz mumkin. Bu 15 yozuvini har doim kiritib, saqlashlarni bajarib, keyingi interfeysga o'tishimiz mumkin. Keyingi interfeysimiz sense margin, ya'ni o'ng qirg'oqdan birinchi vertikalgacha bo'lgan masofa va o'lchov ishlarini bajarayotganimizda sense margin interfeysi orqali birinchi o'ng qirg'oqdan birinchi vertikalga bo'lgan masofani kiritamiz va undan keyin birinchi vertikaldan ikkinchi vertikalgacha bo'lgan masofani kiritib suv o'lchashlarni bajarishimiz kerak. Buni ham o'zgartirishimiz uchun stop start tugmasini bosamiz va ma'lumotlarni o'zgartirishimiz mumkin. Plus minus tugmasi orqali birinchi vertikaldan keyingi vertikalga va keyingisiga o'tishimiz mumkin. Buni ham saqlashimiz mumkin. O'lchov jarayonida sizlarga yanada batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Buni ham saqlash tugmasi orqali saqlaymiz va keyingi interfeysimiz saqlangan holatda keyingi interfeysga o'tishimiz mumkin. Keyingi interfeysimiz slope grade, ya'ni qiyalik koeffitsiyenti. Bu qiyalik koeffitsiyenti trapeziyasimon kanallarimiz uchun albatta kirib ketishi mumkin yoki to'g'ri turtbashli kanallar bo'ladigan bo'lsa, qiyalik koeffitsiyentini 0 kiritishimiz mumkin. Buni ham start stop tugmasi orqali o'zgartirishlar kirishimiz mumkin, ya'ni plus minus tugmasi orqali. Buni ham saqlash tugmasi. Ya'ni qiyalik koeffitsiyenti birinchi vertikaldagi chuqurlikni
birinchi vertikaldan 10 qurg'oqgacha bo'lgan masofaga nisbatiga qiyalik koeffitsiyentini topishimiz mumkin bo'ladi. Va buni ham saqlash tugmasi orqali bosamiz. Keyingi interfeysimiz bottom width, ya'ni suv o'lchanayotgan kanalimizning tubining eni. Bu trapetsiysimon kanalimizning tubining enini biz vertushkaning shtangalari orqali o'lchab olishimiz mumkin bo'ladi. Buni ham kiritib, stop start tugmasi orqali kiritib, o'zgartirsa kirishimiz mumkin. Suv o'lchanayotgan kanalimizning parametrlarini, tubining enining o'lchamlarini hamda barcha parametrlarni kiritib oldik suv o'lchash vositamizning menyusiga. Endi suv o'lchashlarni bajarishimiz uchun tanlab olingan vertikallarimizga vertushkani o'rnatish orqali suv o'lchashlarni bajarishimiz mumkin. Birinchi vertikalga vertushkamizni tushiramiz. Vertushkam tushadi. Va suv o'lchashlarni boshlashimiz uchun tushirgandan keyin start stop tugmasini bitta bosamiz. Va bosganimizda suv o'lchashlar jarayoni 30 sekund mobaynida o'lchashlarni bajaradi. Elektromagnetik suv o'lchash qurilmamizni ishlash jarayonlarini bajarib, biz o'lchov varaqasiga qayd qilishni boshladik. Ya'ni birinchi vertikalda suvimizning sarfini, suv sathining balandligini, suv sarfimizning tezligini hisoblab menyusiga chiqardi va biz buni o'lchov varaqasiga qayd qilishni boshladik. Birinchi vertikaldagi suvimizning chuqurligi 71 sm ni ko'rsatdi. Suvimizning tezligi 1.2 ni ko'rsatdi va suv sarfimiz 650 ni ko'rsatdi. Buni o'lchov varaqamizga qayd qilib oldik. Suv o'lchash qurilmamizning menyusiga kirib, sense margin orqali birinchi vertikal, ya'ni 0.25 ga 50 ni qo'shib 75 ga o'zgartirgan holatda ikkinchi vertikalda ham suv o'lchash ishlarini bajaramiz. Ikkinchi vertikalda ham suvimiz 30 sekund mobaynida ma'lumotlarni oladi. Bunda ikkinchi vertikalda ham suvimizning chuqurligi 0.74 ni ko'rsatdi. Tezligimiz 1.35 ni ko'rsatdi. Suv sarfimiz 0.680 ni ko'rsatdi. Buni ham o'lchov varaqasiga qayd qilib oldik. Uchinchi vertikalga o'tishimiz uchun sense margin interfeysiga qaytamizda 75 ga 50 ni qo'shib 1.25 ni o'zgartirgan holatda stop start tugmasini orqali kirib, plus minus tugmasi orqali o'zgarishlarni bajarib, 3-vertikalga o'tamiz. Demak, 3-vertikalda sense margin interfeys orqali 1.25 ga o'zgartirdik va 3-vertikaldagi qiymatlarni hisoblab chiqamiz. 3-vertikaldagi qiymatlarimizni ham 30 sekund davomida ma'lumotlarni oladi va biz ekrandan o'lchov varaqasiga 3-vertikaldagi suvimizning chuqurligini qayd qilib olamiz. 3-vertikaldagi suvimizning chuqurligi 0.72 ni ko'rsatdi. 3-vertikaldagi suvimizning oqim tezligi 1.28 ni ko'rsatdi. 3-vertikaldagi suvimizning tezligi 0.67 ni ko'rsatdi. Va biz uchala vertikalda ham suv sarflarimizni o'lchov varaqasiga qayd qilib oldik. Hisoblashimiz mumkin. Suv sarflarimizni hisoblaymiz. Bu yerda o'rtacha chuqurlik hamda o'rtacha tezlik va suv sarfimizni hisoblab olamiz. 71 ga 74 ni hamda 72 ni qo'shib 3 ga bo'lganimizda suvimizning o'rtacha chuqurligi kelib chiqadi. Kanalimizda oqayotgan suvimizning o'rtacha chuqurligi 72 sm ni ko'rsatdi. Belgilab olamiz. Endi esa suv o'lchanayotgan kanalimizda suvimizning o'rtacha tezligini ham hisoblab olamiz. Buning uchun 1.2 ga 1.35 ni qo'shib, yana bunga 1.28 ni qo'shamizda, buni ham 3 ga bo'lamiz. 3 ga bo'lganimizda suvimizning o'rtacha tezligi 1.27 ni yozishimiz mumkin. Endi esa suvimizni hisoblab olamiz. Bunda ham o'rtacha suvimizni hisoblab olishimiz uchun birinchi vertikalda 0.65 qiymatni 0.68 qiymatga qo'shamiz. Yana 0.67 suv sarfimizni qo'shib hisoblaganimizda o'rtacha suv sarfimiz 0.66 ni ko'rsatyapti. Xulosa qilib aytganda, Xitoy elektromagnetik suv o'lchash qurilmasi orqali kanalimizda suv sarfini o'lchaganimizda o'rtacha chuqurligimiz 72 sm, o'rtacha oqim tezligi 1.27 hamda suvimizning sarfi 660 litr taqsim sekundni tashkil qildi. Elektromagnetik suv o'lchash qurilmasi orqali suv o'lchash jarayonlari to'g'risida ma'lumotlarni berib o'tdik. Savollaringiz bo'lsa, ekranlarda telefon raqamlarimizni qoldiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.